Bugun Turkiyada yomg'ir, o'shaning uchun ham peshkom yura olmasdan akvariumga ketyapmiz. Bu yerda ba'zi birlarni samatsenkasiga o'xshab tushib ketdi lampam. Eng asosiysi issiqni kiyinib olish, chunki men sovuqqa umuman yo'qman. Kiyimlarim bir-biriga umuman tushmaganini hech kimga aytmaymiz. Shunaqa alo kayfiyatda ketdi o'rtoqlar. Zontiga biz chemadanda saqlash uchun olib kelgan ekanmiz. Esimizdan chiqib olib chiqish. Avtobusda ketdik o'rtoqlar. Yo'ldan zontiga oldik. Va shunaqa xayol surib, yomg'ir tomosha qilib ketdim. Yarim soat yo'l yurib yetib keldik va nihoyat va biliqlarni tomosha qilish boshladik. Men shu ballig'i hamma narsaga burnini suqadigan odamlarga o'xshatdim nimagadir. Katta akvariumda jijina biliqchalar. Biz umrimizda ko'rmagan baliq turlari bor ekan o'zi ham. Mana shu akulalarni bo'qqa ham erishmagan ko'chada lekin gerda yuradigan bolalarga o'xshataman. Bu kim edi bu? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Birpas dengizni ham tomosha qildik va ekskursiyani davom ettirdik. Akvarium juda ham katta bo'lgani uchun har xil qismga bo'lingan ekan. Ayam fotograflik qilishga ham ulgurdilar. Bu akvariumdagi baliqlarga ularni O'zbekistonga borishsa nimalar kutayotganini aytib berdim. Baliqlar depressiyaga kirib qoldi. Hazil, oshqa bersak borishlarini aytishdi. Baliqlarga qarab odam asabi tinchlanadi deyishardi. Rostdan ham shunaqa ekan. Telefondan ko'rib bo'lsa ham asabiylar tinchlansin sizlarni ham. Akvariumni bu qismi Antarktida qismi ekan. Mana bunisi rost akasi muz ekan. Mana shu akvariumdagi baliqlar o'zini qanaqa his qilarkin? O'zini katta daryodaman deb o'ylarmikin yo akvariumdaligini bilarmikin? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sho'xliging kimdan o'tgan desa bemalol ayamdan deb ayta olaman. Bu yerda o'zimizni maryakladek his qildik, lekin ayamja rolga berilib ketdilar. Qorin qo'ygan kalamakiga o'xshatdim. Ming. Mana shu baliq biram yoqib qoldi. Shirinligini qara. Pingvinchalar ham bor ekan. Akvariumda menga eng yoqqan joy mana shu joy bo'ldi. Shunaqa qilib akvariumga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bir dunyo xotiralar bilan qaytdik.